أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ولا زكاة في المال الدمار. مال الدمار degan foydalanmaydigan mal, qo'lga olinmaydigan mal. O'zining mulki, lekin qo'lga olib foydalanmaydi. Damar degasi ko'z oldida yo'q, yo'shirin deganda gap bor. Damir o'xshash. Va huval malud da'i'u. Yitib ketgan, zayi bo'lib ketgan, lekin topolmay qolgan mal. Was-saqitu fil bahr. Dengizga tushib ketgan, ko'lga tushib ketgan shunday. Wal madfunu fil mafaza. Cho'l bayavalliga ko'mab qo'ygan, lekin joyini topolmagan. Wal abdul abiqu, qechib ketgan qul. Qechib ketgan qul bu agar o'zining xizmat ishlatilgan bo'lsa, buning zot zakat yo'q. Ma'va tijoratga ilib sotilgan tovar sifatida ishlatgan qul bo'lib qolsa, bu qechib ketgan bo'lsa, bunga zakat kelmaydi. Wal maghsub, boshqalar tatib olgan, bulib olgan, qaroqchi bo'lib olamdi, hukumat musodir qilamdi. Wad daynul majhud, tangan qaz, sendan pul olmadim, menda unda pulum yo'q deb turoldi. Amaliyotda shu kishi shu pul bor, lekin tandir. İza lam yakun alayhima bayyina, alayhima al-maghsub va ad-dayn. Birisi tatib oldi, bulib oldi, keyin meniki desan tatib olgan yoki sen birib turgan qaz desa, yo'q, men seni ko'mdim deb turgan bo'lsa, bunga isbot bo'lmasa, u qo'la olmaydi uni. Wal muda'u 'inda man la ya'rifuhu. Tonimaydigan bir kishiga omonat berib, keyin topolmadi. Misol o'quvchi bo'ldim bir sitda, ko'rsam toniyman, bizning sinfda bordi deb meni so'g'in tutib turinglar degan bo'lsa, keyin yo'q. Lekin buni izlab topolmaydi. Va nahvu zalik. Shunga o'xshaganimda, mush mazmunda qo'liga elib ishlatilmay qoladigan iqtisod bo'lib qolsa, unga zakat kelmaydi. Ya'ni al-mal g'ayrin nami degan mush. Yoki shuning bir turi. Wal madfunu fil bustani wal ardi. O'zining beg'ira yoki o'zining bir zaminning bir yerga ko'mib qo'yibdi. Keyin ishlataman deb. Lekin joyini topolmaydi bu. Unutib qoldi. Men ko'mib o'tdim, uyani ko'rib baqdi. Ayani ko'rib baqdi, topolmaydi. O'z vaqtida shu yerga ko'mib qo'ygan batdi. Fi ixtilafur rivoyat. Bu ham cho'l bayoni emas, lekin o'zining o'ylisi bu. Shu yer kimdi? Lekin bu agar hammani qiziqni qilsa, balki topalishi mumkin. Lekin hammani qizishini atayinamdi. İxtilaf rivoyat va da imomlarimizning kelgan rivoyat har xil bo'lib qoldi. Ikki xil degan mazmun chiqdi. İxtilaf rivoyatlar deb qo'ysa. Birisi yuqorqi o'xshash, madfun fil mafaza degan o'xshash. Ikkinchisi asliki val madfunu bil bayt laysa bidamar. Ya'ni bir qarash uyga o'xshatib uni o'ylasa, beri shu kishining o'tirgan uyga o'xshash deb qarab, buni zakat kirdi deydi. Wal madfunu bil bayt laysa bidamar. Uyga kirgan bo'lib qolsa, bu mali damar bo'lmaydi. Ya'ni buni zakat kirdi. Topolmasmi, lekin uni cho'qim topqili bo'ldigandek. Obdan izlab qiz cho'qim topalaydi. Lekin bog' o'ylamdi, kanriya bo'lgan ekan, buni hammani qo'llab izlab bulolmaslik mumkin. وقال زفر رحمه الله: تجب الزكاة في الدمار لإطلاق النصوص. İmam Zufar, İmam Şafii la başqalarning shunda deyishi mumkin. Tejibu degani 4 yil, 5 yil topolmay, 10 yil topolmay keyin topsa, 10 yilning hammaga zakat turdi. Qachon shu topgan chaqda 10 yildan keyin topganmiz, 10 yillik zakatni hisoblab raqam berishi lozim. Ya'ni bu mazhab qarshida vojib emas. Topgandan keyin qo'lga kirgandan keyin 1 yil o'tgandan keyin undan keyin zakat berdi deymiz. Zufar bilan İmam Şafii'ning ba'zi shunda. Bunun dalili itlaqun nusus. Oyat hadislar bu ishlatiladigan, ishlatilmaydigan deb ayrimasining mulkidagi iqtisod bo'lsa dedigan. Was sababu mutahaqqiqun va huwa al-milk. Bu yerda sababul vujub, yani zakat vojib bo'lgan sabab nisobga yetgan iqtisodga ega bo'lish bor. Wala yadurruhu zawalul yadi kabnis sabil. Uni hozir qo'liga ololmay qilishi, hozir qo'lda bo'lmay qilishi
onunğa hiç qana ta'sir ko'rsatmaydi. Chunki ibn sabil bo'lib qolsa, masalan biz boshqa davlatlik bir joyga borib, yurtdagi iqtisodini ishlatilmaydigan bo'lsa, zakat kildi deymiz. Unda o'ndikan, hozir ishlatilmagan bilan shu iqtisod buningki ilkida. Qachon topgan chog'da o'tib ketgan necha yil bo'lsa, shuni hammasini zakatini berdi. Xuddi uyda bir yerda o'zimizga yer saqlab qo'ygan molga o'xshashdi. Zufarning qarashi. Hanifiy mazhabga vakillik qilgan qarashda zakat kelmaydi dedi. Dalilimiz valana, lana degani bizning to'q dalilida قول علي رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا لا زكاة في المال الدمار. وقيل لعمر بن عبد العزيز لما رد الأموال على أصحابها أفلا تأخذ منهم زكاتها لما مضى. عمر بن عبد العزيز أمويلا سنسكان خليفة شنما unde ilgariki xalifalar, emirlar zulm qilib kishilarning haqqini ilova musodir qilib yoki o'zidan qilib yevilib o'qigan ekan. Umar ibn Abdulaziz chiqib adolat bilan so'rab hukumat tatib olgan shunda kishilarning haqqini o'zining egasiga qaytgan chog'da masalan burun 10 yil hukumat tatilib ishlatib olgan valiylar emirlar ishlatib olgan haqni mulklab qolsa buni qaytgan chog'da buni 10 yillik zakatini ilib bermamlar deb vazir uzralar so'g'an chog'da qala la innaha kanat dimara ya zakatini olmaymiz chunki bu egiz foydalanmagan mol mulkda degan. والعبادات لا مدخل للقياس والعقل في إيجابها وإسقاطها فكان توقيفا. ibodatning mazmuni shu. Ya'ni biz o'zimizning qalbimiz bilan bekitib olgan ya qiyos bilan bunda bekitib olgan buna bir narsa emas. Balki u Alloh taoladan belgilab berishdan iborat bir ibodat. Wa li annahu malun ghayru namin. Bu foydalanib avutlanmaydigan mol dedi. لأن النماء بالاستنماء غالبا. Çünkü avuç diyen onu avutup ticaret kısırıp iş kısırış bilen buludu. Köpünçe ahvalda. Bunda anlayacağım şu zekatul malı dımar. Bu kitapta malı dımar dedi. Lakin biz bunun hakikaten şunu alsak sildin ticaretçiler başka davamlılık soraydı. Falan da alanmay kalgan kazımız vardı. Mançı yıl oldu. Bunun zekatini kanda kılamaz. deb so'rgan ekan, buni Hanafiy mazhabida zakat kelmaydi. Qachon qo'llarga topshirib olgandan keyin 1 yil o'tsa, xuddi bu bizga munosabatsiz pulga o'xshash, yana kirgandan keyin kelar qatimda zakat beradigan vaqtda yenimizda bor pullar birga qatib bermaymiz. Yoki boshqa pulimiz bo'lmasa, 100 ming kirgandan keyin 1 yil o'tsa, undan keyin zakat bermaymiz. Başka mazhabda mesela Zufar, yani mazhabda şu qarash bor, Shafiy mazhabda o'xshash. Necha yil o'tgan bo'lsa, 10 yil o'tgan bo'lsa 10 yilga zakatini beramiz. 10 yillik zakatni qo'limizga olgan chaqda beramiz. İmam Malik ya İmam Ahmad olgan chaqda 1 yillikni berib o'tib, undan keyin yana bir havl bo'lgandan keyin yana 1 yillik berib bundan olamiz deydi. Yani o'tib ketgan 10 yilga 1 yillik zakatni berib o'tib. Yani ilgisi haram bulga zekat veriş yok mu? İnnallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Ya onu bergen çağda niyetilen bergen narsa. Mecbur tatvagan narsa. Ya qaz bergen. Bunu qaz bergen taqdirda keyin zakatga chaqirsak bo'lamdi degan ixtilof bor. Ba'zi qarashda bo'ldi. Ama mağsub bo'lib qolsa لأن النماء بالاستنماء غالبا وهو عاجز. عند bu mal dimar meselesinde ilgisi o pulunu paylanıp işletilmeydi. Bixilaf ibn Sabil. Bixilaf ibn Sabil İmam Zufar'ınki delilgi reddiye. İmam Zufar kıyas ama ibn Sabil kıyas kılamaz diyen. Yani bizden reddiyemiz ibn Sabil'ge kıygan kıyasları kıyas ma'al farik. لأنه قادر بنائبه. Çünkü özünün jutup baranmay chet elda yolda kapgan kishi telefon bilan yoki burunlan vakil qilib qo'yib, men zakat beradigan Ramazonga ya Shaban oyiga qadar kelib bo'lamsam, hisobimning zakatini sizlar ayirib qo'ysizlar. Yoki ya telefon bilan tuqqanlardan birisiga ya og'inizga topilib zakatni ayira oladi. Lekin bu mal damarning ise
naib bilan vakil bilan ayırmaydı. Şunu ikisi farklıyak deymiz. Şu qarashni dedik-ku, qaysi qarash raja? Fatvo berganchadan şu qarashlarda birisini bekitmasak, bu kishi yani har xil qarashlar ekan, qanday qildim deb gangirab qoldi. Şu birisini tanlab fatvo berish bo'lib qolsa, vacib emas, yani Hanafi mazhabning mush qarashi bo'yicha fatvo bersak bo'ladi. Nima uchun? Bu rajah deysan, bu sabab bo'lish kerak. Hava vasfillama Hanafi mazhabimiz bo'lganligida bunda nuqtash yo'q. Nima uchun desa, tarjih asası mülkünün sırtında tuğan malda adet sana bir nas vacip olmaydı diyen bir asıl kaide var edi. Bu aş kaidege udul kep kalıdı. Yana şeriattan aş maqasid-i şeria, maksat nişanlardan şida bunda ahval uyuluqqan kişilerini qiyinchilikda qo'ybay asallık yaratib berishimiz bo'lgan ekan. O'shanda tarjihning bir tayanchisi bo'lishi mumkin. Mesela umumen anda şeriatdan o'zini qilsak, bunun qo'l ilkidi yo'q. Bu tasarruf qilinmaydigan bir mal mulk bo'lgan ekan, buning nima uchun zakat vacib qilmas degan bir mashg'ul. Al asl baraat zimma degandek bir qoidaga tushib qoladi. Mulk yo'q hozir. Mulk bo'lsin, hech qanday yo'qqa o'xshashlar. Qachon tepilib qolsa, qulga kirib qolsa, men qulimni topdim deydi, bo'lmasa yo'q. Ana o'sha bir topshiriq bor. Birinci topshiriq ezilonlar. Elbette zakatni şu nisab qo'limizga kirgandan tortib bir yil o'stirimiz bo'lsin ama. Lekin endi biz odatda zakat birdiganlarni har yilda bir qilayotgan tijoratchi bo'ldik ama. Zakatni Ramazonda berish mubah. Hijrining yil oxiri Zulhijja. Yani Muharramda yangi yil boshida bor. Yil oxirida bo'lgan deb Zulhijja onda birey deyish mumkin. Mesela Muvatta'da okugan Hazreti Osman Şaban'da hada şahru zekatikum dedi. Zekatın bir ay mavdu. Xuddi mesela ro'zani biz Ramazon qadar qazosini qilsak qilib yangi yilni boshladik-ku. O'sha zakatni Şaban'da bo'lib o'tib Ramazonda yangidan boshlaydigandek bir ahvol bor. Yani qaysi oyda ado qilish aşı evzel. Ama ayda caiz deyiş mümkün. Lekin qaysi ayda evzel? Bazı Ramazonda bu şahrul hayr vel ihsan vel baraka ecrmi savobni nechtasi bo'lgan shu chaqda bersak zakat ado qilgan bu bir savob, undan boshqa yana nechtasi savob berishimiz mumkin deydi. Qala va tajibu fil mustafad al mujanis va yuzakkihi ma'al asli. Mustafad degan yenidan kirim qilgan narsa. Tijorat qilib foydalanadi ya yenidan mukofot qilamdi, meros degandi. Yeni kirim deymiz mustafad. Al-mujanis degan asli qo'lda bir iqtisod bor. Masalan, dollar vaqti deydi. Dollarga masalan dollar mukofoti meros kelib qoldi, ya maash oldi, yoki yana asma o'xshash, ya'ni bu pulg'anda jinsil asman. Buni qo'ldagi shu dollarga qatiblan billa zakatini berdi. Yani bir yil ichida buning ayrim havli solmaymiz demakchi. Mesela odatda nisob qo'limiz kirgandan keyin bir yil o'tsa zakat beramiz degan bu 20 ming ko'y, ya 25 ming ko'y nisob. 25 ming ko'y bilan biz nisobning birinchi oyini boshlab ketib 6 oy o'tgandan keyin 100 ming ko'y qatildi bunga. Ticaret payda qoldi yoki meros tegdi yoki mukofot oldi. 125 ming ko'y bo'ldimi? Yil oxiri kelgan chaqda 125 ming ko'y hammasiga zakat berdi deydi. Yo'q, bu 100 ming ko'y kirgil 6 oy bo'ldi, bu 6 oy yana o'ssa 1 yil bo'lganchani birimiz deymiz deydi. Mana bu mazhabningki alohidaligi. Arliq qo'shilgan pulda. Arliqda o'zining qo'lidagi ba nisobga o'xshaydigan bir xil kirim bo'lsa, ana nisobga bu kirimni qaytitimiz. Her ikisi bir aqlam shu bir oydan zakatni beramiz. Balki o qo'limizga kirgan kirimga 3 oy olgan bo'lsin ki, 6 oy olgan bo'lsin, yil to'shmadi. Boshqa mazhabda ya buningga sen o'z oldiga ayrim havl boshlatsa, u qachon kirgan bo'lsa, 1 yil o'tsa, undan keyin buningga bersa. Yani bu mazhabda shuni qulay. Bu jinsdan bo'lmay. Masalan,
qo'lda 20 ming ko'y pul bor ekan, tugidan ikkisi kelib qoldi. Buniga kelmaydi. Uni nisobi ayrim, zakat ayrim bo'lgan ekan, uniga kelmaydi. Bu jinsdan bo'lsa bo'lmasa-da ba'zi ixtiloflar bor, lekin niyada bayon qilgani shu jinsdan bo'lib qolsa, qo'ldagi nisobga qitib mushina yil oxirida biroqlam bir o'timiz. Aniq bu tushunishlik. Va huwa ma yastafiduhu, ya'ni bu mustafad degan nima desa, ma yastafiduhu bil hibati aw al irthi aw al wasiyya. Birisidan sovg'a salom oldi yoki meros tegdi yoki birisi vasiyat qildi, 3dan 1 doirasida vasiyat tegdi yoki tijorat foyda oldi yoki maosh kirdi, hammasi o'xshash. Balki bu yangi kirgan kirim nisob odat qo'lda ba asli nisobdan nechasi jiq bo'lishi mumkin. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam يعلموا أن من السنة شهرا تؤدون فيه الزكاة فما حدث بعد ذلك فلا زكاة فيه حتى يجيء رأس السنة. مش هذا أساسا دي. وهذا يدل على أن وقت وجوب الأصل والحادث واحد. مش هذا أساسا إتساق أصل كي نصاب قيد كان ونصاب تقرطقوسن با جلنا بشد با فلولان keyin paydo bo'lgan kirim ikkisininki zakat bildirgan vaqti ber. Shuni ko'rsatdi. Va huwa maji'u ra's sana, ya'ni ra'sul hawl. Ashu aslidagi pulga bir yil o'tgan chaqda uni qitilgan kirimga mo biroqlam bir o'tmas. Va hada rajihun ala ma yurwa la zakata fi malin hatta yahul alayhi al-hawl. Ma hadistin rajihroq bu deydi. Ya'ni yuqorqi rivoyat ma rivoyatdan rajihroq deydi. Amaliyotda sahihlik darajasi ma keyingisiniki sal sahihroq. Aning qaraganda birinchisi ojiz bo'lishi mumkin, ikkinchisi hasan darajalik bo'lishi mumkin. Boshqa mazhabda har bir kirimning ayrim havlini hisoblaysa, bu qiyin. Qachon yeysa shu vaqtda hisob. Har bir kirimning ayrim havli bor. Ma 50 ming ko'y menga 5-oyga kirgan, 5-oyga zakatlar ma. Ma 4-oyga kirgan 4-oyga. Ma 2-oyga kirgan 2-oyga. Bu yil bo'yi zakat bir ma'ban. Bu qiyin. Bundan hozir mumkin emas bo'lib qoldi. Chunki turmush shariatini tuzishib ketdi. Bu ajizlar qadisi o'smi, mazhat o'zimizga dalil qilgan. Lekin bu qulay qarashim. Ana ma keyingi jumhurning dalil qilgan hadisi buning hadisidan sahihroq. Yani bu mazhab mesela iştiratul havlnimi mushadisga asosan bekitdi. Mesela bir yil o'tganda zakat berish degan bir bago, o'sha keyingi hadislar isbotlaydi shuni. Hamda ishga kelgandan keyin al-mal mustafad kelgan chaqda bu hadisdan ammay ma'risdan oldiq deydi. Rajih deydi. Nima uchun? Li'annahu 'amun. Yani ma keyingi hadis umum. Mallan bo'lsa bir yil o'tsa zakat qildi degan. وما رويناه خاص في المستفاد. Bizning mush masal dalilgan ilgirki hadisimiz yil oralig'ida kirgan kirimga xas keldi deydi. Undan keyin biz xas ahvolligini shuni asos qilamiz. Aw yuhmalu yak ikkinchi bir yo'l yuhmalu ma rawahu ala ghayr al-mujalis. Ikkinchi hadisni biz asli qo'limizda ba iqtisoddan boshqa turdagi bir iqtisod kirib qolsa, masalan qo'limizda qo'y kalli bor. Bizga dollar kirib qoldi bo'lsa, o chaqda mana havla ayrim manda hisoblaymiz. Ha? Mujaniz bo'lmasa, ayrim havl bekitimiz deb manda tushunamiz. Lekin ana bu o'xshash jinsga kirim bo'lib qolsa deb tushunamiz. Amalan bil hadithayn. Nima hadislar nususni o'zaro muvofiqlashtirish amal qilishda al-jam'u awla min at-tarjih degan qoidaga sabab qildi. ولأن في اشتراط الحول لكل مستفاد مشقة وعناء. مشو أساسا هر bir kirimga ayrim yil bekitsak bu beklam tizim qildiradi. Uni bekitib bo'lmaydi. Dabtarga yezib balki qo'yishib ketadi. Bundan hozir amal qilinmaydi. Nazariya jihatdan bunda bo'lish kerakda, mush to'g'ri etdi desam-o, amaliyot jihatdan Hanafi mazhabning mush qarashiga majbur. Yani bu bir tarafdan yaxshi. Nima uchun? Sen 1,5 yil o'tib ketganda bir yillik bormaysan.
bir yıl to'shmag'icha uning zakatini berib tursan. Ya'ni abra dedimmi? Shunama, asli 12 oy o'tgancha berish kerak deydi bu jumhur. Men uni 12 oy o'tab qo'yguncha, hadi zakat berayotgan oy kelgancha bilan beraman. 9 oy o'tgan bo'lishi mumkin, 6 oy o'tgan bo'lishi mumkin. Undan keyin bu odatdagi men jiqroq beraman degan. Qulaylik tarafi va texmo vojibni tezroq berib o'tishdek bir ahvol bor. Yani bunun bir xatarga yo'liqish yo'q asosan. Zakat gadimizni qilib qildigan bir ish yo'q. Fa innal mustafadati qad takfur. Mana hozirgi kunlardagidek kirgan kirim chiqimli bag jiqla kuzdi. Fa yasuru alayhi muraqabatu ibtida'il hawl va intihaihi li kulli mustafad. Har bir kirgan kirimga bir yil bekitib, uni kuzatib turish qiyin bo'lib ketadi. Val havlu lit taysir. Ana biz bir yilda bekitishni aslida, yani shariat bekitishda qulaylik olsun deb bekitgan aslida. Wasara kal awlad val arbah. Unda olgan bu nima deb iborat? Qiyas dalili ma'lum. Shoma yuqorida mana hadisning dalili keldi, endi qiyasning dalili keldi. Chunki adillar sen ojiz. Hadis ojiz. Mush kafir kasa dalil bayon qilayotgan chog'da. Ka'anna kafir kasa qiyas desanım dalil qiyas. Wasara kal awladi val arbah. Awlad degan yani shu mal chorvalarning qo'za bo'taloqlari deydi, muzaylari. Masalan, qo'yda 40 qo'yni nisab qildimi? Tugida 5 tugun nisab qildi. Yil oxiri bo'lay degan chog'da qo'zilardan birisi paydo bo'ldi masalan. Ya bo'taloqdan birisi paydo bo'ldimi? Shu yil oralig'ida paydo bo'lgan ash qo'zini, muzayni, bo'taloqni onasi bilan birga qetib sonda hisoblab zakat berish bor. Do'nkin maqiyasmi naqd kuchliq. Yo'q, bu bo'taloq 6-oyda tug'ilgan, 6-oy kelsa buni shu joyda hisoblanadi deyiladi. Ma'noda zadan majbur. Ya buningda qaysi shartmi ma'qul qildi. Shunga qiyas ekan chaqib dalildan qarshi taraf musallam bo'lgan qiyasni akasa hisob. Bu misol qiyas ma'al fariq baytan qildik. Miyada unda qiyas ma'al fariq bu deyilmabdimiz. Ya jumhurninki unda raddiyasini ekanmabdi. Val arbah tijorat qilib kelayotgan mal bo'lsa, buningga ittifoq keldi. Buningga o'xshatib nopdi. Yani urudi tijoratda qilayotganda unda qolgan bo'lsa, shu ana pul bilan birga foydasini qatib berish bor edi. Ammo mustafadul muxalifu, yani mustafadul muxalif biz bayatın yanında qo'limizda kalva nisab qilayotgan. Tuyuqsiz bizga dollar kirim bo'lib qoldi. Bu ikki jins bo'lgan ekan, akalning nisobi ayrim. Bu 1-oyda qo'lga kirgan, uni 1-oy hisob, mana 5-oyda kirgan, mana 5-oy hisob deb bunda ayrimni qilamiz. La yudammu bil ijma'. Ijma' mishada nimani ko'rsatadi? Hanafi mazhab imomlarning ijmo'ini ko'rsatishmi? Qala va tajibu fil nisab dun al afwi. Afwi degandiklar bu nimaning zakati deb tushunamiz? Chorvalar. Chunki boshqa tijorat tovarlari va pul, oltin, kumushninki unda afwi yo'q. Nisob degan bo'lsa har bir hayvonda ma'lum nisob bor. Qo'ydi 40, tugida 5 tuga degandek. Yani şunu yana bir o'lchamga qadar orliq tiksa afv hisoblanadi. Mesela 40 qo'yda 1 qo'y keldi dedikmi? Yani qachon 2 qo'y keldi? 121 qo'y olsa ondan 2 qo'y. Lekin 120 100 qo'y olib qolsa, yani shu 1 qo'y. Lekin mush orliqdagi 60 tak qo'y hozir afv doirasida. Yani zakat hozir ay nisob o'lchimiga yetgan şu qo'yning o'z kilamdo yoki afv bilan birga qilib butun majmuaga kilamdo demoqchi. Bunda asar xilof bor. Mana qarab qolsan 2816 deganda ko'ransa, lekin asar xilof chiqdi. Masalan, 40 qo'yga 1 qo'y keldi, 60 ga 1 qo'y keldi, 80 ga 1 qo'y keldi, 100 ga 1 qo'y keldi, 120 ga 1 qo'y keldi, 121 bo'lgan chaqda 2 qo'y keldi. Wa qala Muhammad va Zufar fihima. Muhammad va Zufar degandan keyin ma ilgirki qarash shayxonning qarashi ekan deymiz. Fihima degani berilgan zakat 1 qo'y 60 qo'yga bergan chog'da 60 qo'yning zakati bu.
Ya 40'ning zakati. Ma 20'si bu zakat bo'lmasa siz demaymiz. 60'ga berilgan. 80 bo'lsa 80ga berilgan bir qo'y deymiz. An-nisab wal af. Yani bu af deganni, yani bir istilohiy al-waqs deymiz. Waqas. Awqas. Ma bayna an-nisabayn degan. Al-af ma bayna an-nisabayn. Ba'zi kitoblarda al-waqas yoki awqas deb keldi. Va suratuhu anma misallan taqom tushunishlik bo'ldi. Law kana lahu 80 min al-ghanam 80 qo'y bor ekan. 80 tuyoqdan do'q. Fahalaka minha 40 fa'alayhi shatun 'inda Abi Hanifa. 80ning 40'ı o'lib qoldi. Ya birisi bo'lib ketdi, o'g'ri, bo'ri yeb ketdi deydi. 40 qo'y qoldimi? Abu Hanifa bilan Abu Yusufning qarshida 80 bo'lsin, 40 bo'lsin, 60 bo'lsin, bir qo'y qildi. Va endi Muhammaddan Zufar nisfi sha. Biz 40 ga bir qo'y qildi, va 40 ga apu qilgan demaymiz. Va 80ning hammasiga aralash, hammasining nisbisi bor deydi. Aşağı 1.80'ga bir qo'y keldi. Ya apu qilgan, lekin apu qilish bilan billa 80 bo'lsin bir qo'y qildi deb bunda bekitgan demak. Endi 80ninki 40'ini o'g'irlab ketdimi? 40 qo'y qoldimi? Qolgandan keyin buningga sen 80 ga bir qo'y olgandan keyin 40 ga yerim keldi dedi. Shuning nasib tabiiy hisobihi demak. Persen bo'yicha, ulush bo'yicha yerim qo'y keladi dedi. 40 ni o'zidagi hisob ketdi. Shunda lekin buni qo'lda 80 qo'yapti. 80 ga zakat beray desa, qancha qilib bir qo'y qildi. Ana bu 80 ning ma 40 nisobi ma 40 ortiqi deb unda belgilamay, ashuni butun bir gavda qilib turib 80 ga kelgan narsa. Davomki yerimi topqan bo'lsa, vojib bo'lib bo'lgan bir qo'y. Davomki yerim qo'y zakat keldi deydi. Endi hozir bu ixtilof bo'ldi. Ixtilofning qanday masalada farq chiqdi deb misol beryapti. Walau kana lahu tis'un min al-ibli 9 tugisi bo'lsa, asl tugininki nisobi 5 tuga. Fi kulli 5 davdin shadidman. Lekin 9 var ekan. Uni olsa 2 qo'y kilitdi, 9 var ekan. Halaka minha 4. 4'e o'lib qoldi. Fa alayhi shatun. Yani İmam Abu Hanifa, Abu Yusufning nazarida shu 5 tugiga o'xshashlam burunqidek bir qo'y bir do deydi. Va unda Muhammad va Zufar 5 atsa'isha. Bir qo'yni biz 9 ulush qilamiz. Har bir tugiga bir ulushdan bo'lgandan keyin bu 4 tugining ulushini chiqarsak 9da 5 ulushi keldi deydi. Qo'yni so'yib go'shtini o'rganganmi? Ha, go'shtini o'rgangan. Yoki qimmatini o'rgangan. Mazhabda zakatning qimmatini bersa bo'ldi. Li Muhammadin va Zufar rahimahumulloh bu dalili anna al-afwa malun namin va ni'matun kamila. Afw degan shu vaqas. Ikki nisobning oralig'idagi ortiq mal. Bu o'xshash Alloh taolo bergan obdan bir ne'mat bu. Shu nisobning qo'yga o'xshash qo'yganmi? Fatajibu zakatu bisababihi shukran lin-ni'mati wal mal an-nami. Shunga shukr qilish jihatdan bu mal nami avtindigan mal bo'lganlik jihatdan zakat vojib bo'lishining shartlari ham o'xshash. Lekin buning zakat keladi deymiz. Lekin 80 qo'yga bir qo'y keldi degani 80 ning hammasining zakati deymiz. Va 40 ning zakati, va 40 ga zakat kelmaydigan demaymiz deydi. Walana shayxonning dalili qawluhu sallallohu alayhi vasallam fi 5 min al-ibl as-sa'imati sha. Sa'ima degan yaylaqilda bikaliq qalab bilan, bikaliq o't bilan beqildirgan. Yani ma'lufa alab bilan beqildirgan. Ma'van bikaliq beqildirgan. Charmallarda aslında bikaliq o'tchiq bilan beqildirganga keladi deydi. Uni shart va keyin kelishi mumkin. Hozir unda yaylaqlar qilib qancha bor. Charmalning avib nima qilishga nisbatan yo'qolan bir pul bo'lsa, mesela rasmiyat puli
bu deb yo'qlang bir pul unda bir yerdan foydalanish, o'tildirilishga nuqilgan bo'lib qolsa ta'sir ko'rsatmaydi. Lekin bir yil yaylaqni biqib 100 qo'y 200 oldimi? Lekin u yerga to'laydigan pul 100 qo'yning puli bo'lib qolsa shu ma'luf bo'ldi. Yani pulga setib olgan alat bilan biqilgan bo'lar o'xshaydi. Ama yo'qolgan narsa bo'lib qolsa, bu şu bekarlik bo'ladi. Bunun delili fi 5 min al-ibil as-sa'imat shah wa laysa fi ziyadati shay'un hatta yakuna 10. 10 olgan chaqda 2, 15 olganda 3, 20 olganda 4, 25 olgan chaqda 1 yoshlik botalaq. Wa hada sarihun fi nafyi al-wujub fi al-'afw. Lakin mushadis arliqdiki 2 belgilashning o'ttirdi qilib qolgan çarımallarda zekat yo'qligini ifodalashda aniq keldi. Wa li'annahu tab'un lin-nisab. Chunki o al-'af li'annahu yani al-'af bu asli 5 tuga desak 6, 7, 8 tugilar 5 tuga asli qimmatruch. Ash tugiga tava. Shunga birga chaqishib turadigan. Lekin o'zalda o zekat kiramda kelmaydi. Lekin 5 tuga deb bir o'lcham bo'lganki anıga yo'linib turgan bo'lgan ekan, ashuning sababi bilan buningmi zakat kelgandagi yoki shuning ketildigandek bir fayansarifu al-halaku ilay. Undan ekan o'z oldiga asli emas bu. Bu xuddi ketilib qolgan bir qo'shimchilik bo'lg'achqa yansarifu al-halaku ilay. Ziyon tortib ketsak, masalan 9 tuga deb 4 to'lab qoldi-ku, ziyonni biz ortiq narsadan chiqarib turamiz. Asli sarmoyadan chiqamay ki olgan foydadan chiqarib turdi. Mudaribada shunda dedi. Mudaribadagi ahvolga qiyos qilib o'tirdi. Mudariba ma'lummi? Bir aylamda pul bor, bir aylamda tajriba kuch bor. Tajriba kuch bor kishiga u kishi pulni berib, sizlar pulni ishlatinglar, tijoratga aylantiringlar, topgan foydani tanglashinglar. Ya'ni bu 100 ming ko'y berib, 200 ming ko'y qildi. 200 ming ko'y qilib keyin yana 50 ming ko'y ziyon tortdi. Keyin buni hisoblashgan chaqda 100 ming ko'y ani puldi. 200 ming ko'y foyda topgan. 50 ming ko'y ziyon chiqdi deb 100 ming ko'y foyda, buni 50 ming ko'yni ma'lum 50 ming ko'y sillalloh. Lekin sizning ani puldan 50 ming ko'y ziyon bo'ldi demdi. Ya 50 ming ko'y ziyon ash foydaning 100 ming ko'yning 50 ming ko'yga keldi. Undan natijadan bo'ldi chiqqan foyda 50 ming ko'y. 100 ming ko'y foydalab 50 ming ko'yni ziyon tortdik, foydadan ko'ydi bu. Ani sarmoyadan ko'ymoqda. Undan ki ma'lum shu 5 tuga degan 5 tuga asalliqcha u ko'yib ketmaydi. Uning ketilgan ortiq tugilar shu o'ldi deb hisoblaymiz deydi. Qala va tasqutu bi halakin nisab ba'da al-hawl. 1 yil o'tdi. Qo'limizda nisob bor. 1 yil o'tganki zakat keldi deb tushunaman. Lekin bu pul yo'qolib ketdi. 1 yil o'tgan. Ramazon keldi. Zakat birlada ahuda po'ch ro'zat kirib yo'qolib ketdi. Hali men diqqat qilsanglar, lakin nisob dedi. İstihlak demedi. İstihlak bo'lsa o'zi ishlatayotgan bo'ldi. Ikkisining farqi bor. 1 yil o'tgandan keyin zakat vojib bo'lgandan keyin nisob yo'qolib ketdi. Nisob yo'qolib ketgandan keyin zakat bo'ldi, tushib ketdi, zakat bermaydi dedi. Wa in halaka ba'duhu saqatat hissatuhu. Nisob butunlay yo'qolib ketmay, bir qismi yo'qolib ketsa, şunun persenti bo'yicha, ulush bo'yicha zakatga tushib ketadi. Mesela 200 ming ko'y pul ekan, Ramazon zakat bir oyda etikaf kirib ketadi bunda. Eytda bir oyda po'chib puli o'raldi, yutib ketdi. Agar hammasi yutib ketsa, bu zakat bermasin bo'ladi. 200 ming ko'yning 100 ming ko'yi yo'qolib ketib, 100 ming ko'y qolgan bo'lsa, 100 ming ko'y beradi. 200 ming ko'yning hammasiga zakat bermaydi. لأن الواجب جزء النصاب لما مر. Çünkü bu yer biz yuqordimi deb o'tdik. Bu yer vojib bo'lgani nisobninki bir qismi. Masalan, bu yerda 25 ming ko'ylam desak, 25 ming ko'y butu yo'qolib ketsa, u hammasi yo'qolib ketgandan keyin biznes qilmadi deb bo'ldi ketdi, billi ketdi. Bu hammani masalan sadaqa va shuni zakati bor degandek, bu yerda bu yo'qolib ketsa billi yo'qaydi. Fakana an-nisabu mahallan liz-zakat. Undan keyin ay nisob zakat ilindigan o'rinti. Shu zakatni shu nisobdan chiqardik biz.
والشيء لا يبقى بعد محله. أمدو زكاتنا çıkırdıgan aş menbaptı yo'qolib ketsa, biz nereden çıkarmaz? Çıkırdıgan yo'q. Kel abdul jani iza mata. Xuddi bir jinoyat sodir qilgan. Jinoyat degan masalan, birisining qo'lini kesib o'tgan, ko'zini o'yib o'tgan, adam o'ldirib o'tgan. Ya'ni shu jinoyat, odatki jinoyat, insonning badaniga qilgan jinoyatlar desak, bu qul o'lib ketib qolsa, biz to'lam oldigan uri yo'qolib ketgandek bo'ldi deydi. Chunki jinoyatul abd fi raqabatihi deymiz mana. Kitabul jinoyatda masalan birisining quli birisiga urushib qolib, birisining qo'lini chanib o'tdi. Bir qo'lga 50 to'kilamda 50 tugini xo'jayinni to'lam desak bo'lmaydi. So'ng raqabati degan shu qul shu jinoyatni sodir qilgan ekan, qanday qilamiz? Xo'jayinni buyuramiz, qulni topshirishimiz kerak. Qozixonaga topshirdi. Topshirgan keyin bu qulni bozorga chiqib sotamiz. Setib shu puldan to'lanni to'lab qolganini xo'jayinga qo'yamiz. Qoida shunday. Jinoiy ishlar qonunida shunday. Xo'jayinga yazgan bo'ldi. Bunun çare yo'q. Bir tarafdan shu quldan tirildigandek bo'ldi buni. Ya'ni bundan ayrim olmay quldan o'zidan tirildigandek bo'ldi. Agar xo'jayini yo'q men buning uchun to'lutay, bu qul menda qolib qolsin desa, mayli. Agar nima bo'lib qolsa masalan, xo'jayini namaratda bo'lib qolsa, shu qulni sotmay shari yo'q. Lekin bu yerda qildigan ish qulni sotdimiz, sotgandan keyin shuning pulisini to'ltitdik. Endi bu qul o'zi o'lib qoldi. Endi shari yo'q. To'ltilg'ash yo'q endi. Bo'ldi kattanda. Alhamdulillah deymiz. Valam yujadu talab. Shu o'lgandan keyin bundan to'lab pasun yaqsas ortiq degan nima yo'q dedi. O'lgan quldan nima talab qilib bo'lmaydi. Lianna laysa li faqirin bi'aynihi. Yani liannaha deganki damir zakat qaydi. Müşeveli enneha deyiş mümkün. Vav çıkan olsa. Bu bir delil. Ayrım bir delil. Yani zekat muayyen bir fakirinin hakkı emas. Yani zekatın kanunu khas fakir gıbasa ya fakir gıbama mesela fi sebilillah şiltamdo garimin sadi işki buludu. Bunda varken fakirden biz muşuminin hakkımda ma apam sanmaydı da sot arkalık bundan talep kılamaydı o. İgisi yok onun demek için. Hatta müdahilde hatta deb kep qalsa, muşunda boğaçqa, şonlaşqa bunda buldu deymiz. Hatta deb tercih qilmay, law imtana'a ba'da talab as-sa'i yadmanu ala qawl al-karhi. Shunda boğaçqa muayyan bir faqirning emas, uni birisi talab qilinmaydi deyildi. Ham bunda boğaçqa agar bunda bir sabab ko'rsatdik. Endi talab qiladigan bo'lib qolsa, talab qiladigan bo'lib qolsa, bu chaqda zakat kildi, to'laydi deydi. Qanday masalan, mana hatta law imtana ba'da talab sa'i. Zakatchi zakat to'playdigan ish bor. Bir yil o'tibdi va qo'llariga hisobga daftarda yozitganmiz. O'tgan yili qirib qo'yilib bor ekan, endi zakatni akaslar deb zakatchi kelsa bo'lib ketgan, yo'qolib ketgan, men zakat bermayman dedilar. O'sha berishlar. Bu yerda bir igisi bor. Xuddi mushozi sa'ininki haqqidek. Sa'ining bir qarz bor degidek, qarzni o sizlar qo'llarga nisab yo'qolib ketsin, qanday bo'lsa to'lash kerak-ku, shunga o'xshash. Bu sa'i kimning vakili? Kambag'alning vakili. Yoki shu masarifu tamaniyaninki vakildi. Unda mening haqqim ma'lum bir odam bor. Bu chaqda mening haqqim akidan deydigan ahvolda bu chaqda o nisabdan ayrilib qolgan bo'lsa-mu, yuttirayotgan bo'lsa-mu, ash galindi bor. Qachon pul topsa shuni to'lish lozim. İmam Karhi qarashi bo'yicha shunda bo'ldi. Li'annaha amanatun. Xuddi masalan, zakat vojib bo'lgancha esa etkab kirib ketib zakat bermay qolsang, shu zakat kambag'alning haqqi sening qo'lingda omonat saqlanib qolgandek bir ahvol. Bu omonatni sen to'laysa dedim. Fatudmanu bil halaki ba'da talab. Talab qilgandan keyin sen bermay omonatni men qaytirib bersa, Ramazonda shunday dedi-ku masalan, omonatni men bersa deb zakatchi talab qilsa, bermay turib saqlab yuttirayotgan ekan, sen to'laysan.
Lekin vaqti kelgisi talab qilgicha saqlab qo'ysang to'lamaysan. Chunki sen uyushtirilgan bir beparvolik qilmadan. Kelvadiyamini omonatga o'xshash. Va qala ammatul mashayikh la yadmanu. Ammatul mashayikh karxidan boshqa ko'pchilik mashayixlar to'lamaydi. Ya'ni zakat chiqilib talab qilgan bo'lsa-mu, bo'ldi ketdi demoqchi. Biz mashayixni kim dedik? Mashayix atalmoqsi. Hanifiy mazhabda mashayix atalmoqdan ayrim ma'nosi bor. Bu Hanifiy mazhabda ulamolar deb qo'ysa bo'lmaydi. Mashayix O'rta Osiyoda bo'lsin, nada bo'lsin, biz mashayixni o'tgan ixtiyor darsida xil mazmunda deb sherilgan. Mashayix İmam Abu Hanifa va shogirdlari bilan uchrashib boqmagan, keyin kelgan Hanifiy mazhabga ulamolar. Bu ko'pincha şu 250'den keyin, 300-yildan keyingilar. Yani bu shundan keyin mesela Mısır'da İmam Tahavi olsun, Bag'dodda mesela Abu Bakr Razi al-Jassas olsun, ya Abul Hasan Karki olsun, O'rta Osiyoga buni yetkilib ketgan. Hanifiy mazhabninki rahbarligi O'rta Osiyoga yetkilib ketgan markaz. Bizdan shu Turkiston, Buxoro, Samarqand, Balx, Nasaf, Marv deganda gap o'tkilib ketgan chog'da shu chog'dan asosan mazhabda ko'zgulik ulamolar shu yer bo'lg'achqa shu turkcha ulamolarini 4-asr, 5-asrlik ulamolarni mashayix deymiz. Ko'pchilik mashayixlar to'lamaydi dedi. لأن المالك إن شاء دفع العين وإن شاء دفع القيمة. Nima uchun to'lamaydi bo'lsa? Chunki zakat bermoqchi bo'lgan kishi, ya'ni bir mazhab qarashi bo'yicha, ash qo'lda ba turdan berishi mumkin. Olmaz. Kiyim-kechak olsa kiyim-kechak, ashliq olsa ashliq, charva olsa charva berishi mumkin, yoki buning qimmatini berishi mumkin. Biz ruxsat qilamiz Hanifiy mazhabda. Zakatning qimmatini boshqa turdan bersin bo'ldi deb ruxsat qildi. Dafa'al qiymatı min an-naqdayn wal-urud va g'ayri dalik. Tawarbasun, pulvasun nim bersa, shuni qimmatini bersa bo'ldi. Fakana lahu an yu'akhkhira ad-daf'a liyahsul al-'iwad. Lekin bosh turga aylantirib, undan birma deb, masalan, ma'nosini setib, pul qilib, undan biray talibliga degan bo'lsin. Yoki buni osh qilib, kambag'allarga taqib beray degan bo'lsin, buni bozorga chiqib, setib, almashtirib, undan keyin berishga azroq bir vaqt ketibdi. 2 kun, bir hafta degandek vaqt ketibdi. Undan keyin buncha kechiktirsa, takan lahu an yu'akhkhira ad-daf'a liyahsul al-'iwad. Boshqa bir turdagi narsaga aylantirish uchun biroz kechikish bo'ladi deydi. Wa amma bil istihlaki al-istihlak deb yoziladi. Shuni bil istihlakdan. Wa amma bil istihlaki faqat ta'adda. Lekin biz yuqorida yo'qab ketdi, bo'riyab ketdi deb o'g'rilib oldi deb o'zligidan u yo'qib qo'ydi. Ham o'zi o'zib ketgan bo'lsa, bu chog'da zakatni to'laydi dedim. Niyada mana amma bil istihlak faqat ta'adda. O'zi oldi buni, hajb oldi. Lekin bu zakatni to'laydi. Fayadmanu uqubatan lahu. Bu boshqa haqqini olgandek bir ish bo'lgan ekan, to'laysa deymiz. Bak, mesela birisi dükkanı kiyim-kechak sotgan bo'lsa, qo'lda masalan 5000 tal shim, 5000 tal ko'ynak, oyoq masalan unda bo'lsa, ashundan kiyim-kechak ayiriblan 2,5%, shuni bersin bo'ldi. Kambag'alligiga. Qimmatini ba'zi joiz deydi. Lekin dükkandagi malning biz sotib olgan qimmatini hisoblamaymiz. Hozir masalan shu bozorda topdan necha pul oladi? Masalan bir ko'ylakni biz 30 ko'ydan olgan bo'lishimiz mumkin. Hozir bozor 20 ko'y oladi. 20 ko'y top bahasida hisoblab turib, ana shunga 2,5% zakat beramiz. Agar shu bahasida bo'lmagan tekshirgan bo'lsa, shu chiqib ketganning bir bahasi bor bozor. Masalan, sizlar shuni ichib boshqa qo'shni do'kon chiqamani aslan setiltaydan do'kon taqodma degan chaqda nechta sotqildi, mana shunda bahas. Bozorda shu topdan sotqiladigan bir bahas bor. Shu bari hisoblab pul bersak bo'ldi. Eshib ketgan bo'lsa shu kunki bahas yani. Shu 30 ko'y olgan ko'ylakni 100 ko'y olgan bo'lsa 100 ko'yni hisoblaymiz. Qala va yajuzu fiha daf'ul qiyma. Fiha fi zakah. Qimmatini ba'zi joiz deydi. Aslin ba'zi mayli, qimmatini ba'zi joiz. Bu Hanifiy mazhabininki alohidligi. Ilg'orlik qilmoq. Jumhur qimmatini ba'zi bo'lmaydi. O'zidan birisi.
İmam İbn Teymiyye'de, Şevkani'de muhakkik alimi onda qarab, yani bu mezhebning delil kuchliq deb odatda normal ahvolda o'zidan birisi shu asl. Lekin kambag'allarga foydalab, ya sana qulaylik, ehtiyoj zarur bo'lib qolsa, qimmatil basan bo'ldi deb mag'rab o'tgan. Dankin bu jumhur joiz emas edi. Masalan, sadaqat fitr buğday versa, ya ap versa, pul basan olmaydi. Zakatmi? Sen qulog'ini olsa oshliq, kiyim-kechak, bundan narsa olsa, shundan birsa, pul basan olmaydi deydi. Yoki masalan, qo'ydan birsi zakat keldi-ku, qo'yning pulini olsan bo'lmaydi. Qo'y bersan. Va kada fil kaffarat. Masalan, kaffarat keldi. Kisva, it'am, kaffarat keldi-ku, shunda shu belgilangan sa' min at-tamr, sa' min al-bur, bunda birsan deydi. Yani bu mazhabda pulini olsan bo'ldi. Va nuzur, nazr qilib, masalan, imtihonda o'tib qolsam bir qo'y so'yma degan bo'lsa, bozordan elib so'yib qilolmaydigan pulini taqsim etib ma'qul. Va sadaqatul fitr. Yani zakatul fitr nima? Masalan 15 jinay, 20 jinay pul birimiz buğday bersak bo'ldi deydi. Val ushur, ziraatninki zakati. O'shiri deymiz buni. Masalan 10 tonna o'shlagan bo'lsa, 1 tonna keldimi? 1 tonnaning pulisi 50 ming ko'ysa, 50 ming ko'yga bas bo'ldi. Yani shu buğdayni o'zini bersan bo'ldi. Buğdayning o'zini basinmaydi. Lekin pul beraysan, unmaydi. Marjuh deydi, lekin dalilni akilib, biz dalilni solishtirib o'qishimiz kerak. Dalil jihatdan intan kuchli qon. Xili bak kuchli qon. Unda nima emas. Masalan, siz to'rdan ya ba'zi kitoblardan shunda xilof masala izlanlar, ba'zi qo'yilishlar. Aslında bir nima ahvoli bor. Masalan, unda kiliblam jumhur manda deb qaraydi, lekin ma'lum manda deb bo'ladi. Hadisga xilof qildi. Uni tekshirib kelsa, aksicha. Yani bu o'zidan unisdan shunda ko'rsatilgan ishlar. Lekin bu hamda odatga avomlarga qarta faysala qilgan dalil surishga o'quvchi bunda tekshirib uni ayiradi. Liqawlihi ta'ala khuz min amwalihim sadaqa. Mal mulklardan sadaqa ol dedi. Mal mulkning shu pulni bor, pulni asim bo'ldi demakchi. Wa hada nassun ala anna al-murada bil ma'khud sadaqa. Mana mush oyat dalolat darajasin aniq ehtimolli qo'ydi. Nas degan bu usul fiqh istilohi nima? Nasga hech qanday ehtimollik yo'q. Darajada bu dalolat olsa nas bo'ldi. 90% olsa zohir bo'ldi. Undan to'g'ri bo'lsa fahval xitob, ishoratun nas, dalil xitob bunda bo'ldi. Bu hech qanday ehtimol yo'q. Annal murada bil ma'qul sadaqa. Bu Hanifi mazhab dalil keltirish usulan. Boshqalar yo'q, bu nasamas deb turilishi mumkin. Min amwalin dash ba'maldin dengap ma'ud deyishim. Va kullu jinsin ya'khudhuhu fa huwa sadaqa. Qanday jinsdan abqasa, qo'lda mol chara bor ekan, uniga dollar asimo shu sadaqa bo'ldi. Buğday bor ekan, uni pul asimo sadaqa bo'ldi demakchi. Wa ra'a Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fi ibil sadaqati naqatan kawma'a faqad. Zakat ilingan tugilada zakatchi aydab ekildi. Yani amval zahira. Buni zakat kadri zakat tugini yig'ib Baytul Mal topshirdi. Dollar xazinasi uni joyiga 8 masrafda ishlatdi. Shu zakat ibn akagan chaqda nasimiz shunda isil tugidan birini ko'rdik. Kavma degan loksi masalan igi shunda semirib ketgan qavul demak. Mana sirliqli ko'm deb qo'ydi-ku. Hada ko'm va hada ko'm. Ma bir duva degandek. Ba'zi rivoyatda hasna, ya hasana deb kelgan. Yoki musinna tugining yeshi qancha cho'ng bo'lsa shuncha qimmat bo'ladi. Isil tuga demakchi. Shundan Rasululloh buni qayib qildi va qala alam anhakum an akhdi kara'im amwalin nas man sizlarni zakatchi xodimlarni kishilarning mollarining sarvlarining eng isil xillarni ilib olmanglar deb to'smaganmidim. Nima uchun bu isil tugini ilib oldinglar? Faqala al-musaddiq ya zakatchi. Zakat to'playdigan xodim. Sa'i. Innani ittaja'tuha bi ba'irayn. Men buni ikki tugiga almashtirgandim. Zakat qilmasa ikki tugiga topshirib olgan bo'lsam, bu ikki tugining o'rniga ma'ni almashtirib ekeldim. Tegishdim demakchi.
Fasakata. Shuna Rasululloh mayli bo'pti dedi. إنني دعوش قال وأنه صريح في الباب دفع القيمة إخراج القيمة مسألة إنك من معادس هذا تجنن قمة ده برتقال ضوء يعني تجي يسولب برتقال هذا المسألة pul berdi. Başında misallardan sanat kelsek bu şeriatın muhaddisliğinden de oqsaq 20-30 yardım anda delil çıkdı. Yani bu mezhebden şun kuşluq. Belki nima masalada Cumhur deyishimken bu tugidin tugi oldi, hozir bu tugidin pul arash yo'q o'da turolsin. Yani bu mezheb tugidin tugi oldi, lekin qimmatidagi tugini oldi dedi. وقول معاذ لأهل اليمن حين بعثه صلى الله عليه وسلم إليهم ائتوني بخميس أو لبيس مكان الذرة والشعير. Hazreti Muaz'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Yemenga vali qilib avatgan. Hazreti Muaz halol haromni eng yaxshi bilgan ulamo sahobalardan. O'sha borgan chaqda zakat to'plagan vaqtida sizlar menga ochliq akaganning o'rnida kiyim-kechak ekranlar. Chunki Yemen shu chaqda kiyim-kechak zavqlari bor, ayni kiyim-kechak ishlab chiqilgan yerdi. Burada habira deymiz, ton, uçubuçam, mana aslında isimlerini bilsanglar Yemendan kelgan ko'pincha. Sizlar ochliqning o'rniga kiyim-kechak beranlarmi? Fa innahu aysaru alaykum. Sizlarga qulay. Ya'ni sizlar hozir hamma uyda shu kiyim-kechak ishlab chiqarib sotilgan ish bo'lgan ekan, kiyim-kechak beranlar. وأنفع لمن بالمدينة من المهاجرين والأنصار. مدينة مهاجر أنصار لا يعني الزكاة تعطيلدغان فقير kişilerge nispeten faydalı şu. Ola kiyimge bekrek muhtaç açlıktan demek. Çünkü Medine'de kiyim-kechak ishlab chiqamaydi. Bu Buxoriy muallaq rivoyat qilgan hadis. Yani sayyid izavda çünkü İmam Buxoriy jazm siyg'isi bilan kelgan Buxoriy. وكان يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه. Şu kiyim-kechakni, zakat to'plagan kiyim-kechakni Rasulullohning huzuriga ivat etdi, akildi. Rasululloh nima uchun kiyim-kechak oldan olmay deb ayblamagan deydi. Wa amma qawluhu sallallohu alayhi vasallam khudh min al-ibla jumhurning daliliga raddiya beradilar. Jumhur tugidan tugi ol, ochliqdan ochliq ol degan manda hadisni dalil qilgan bo'lsa, bu hadisni biz qanday tushunmaysa, favva mahmudun ala taysir. Bu qulaylik yaratish uchun seni qulog'ini ochliq qilib qolsan, men shu ochliq vaqtda shu ochliq bersam desa ma'qul deb ol degan. Pul bas amma degan emas bu. Lianna adaa hadhihi al-ajnas ala ashabiha ashal. Chunki chorvachi haqlar chorvandan bersam, ochliq ziraat birgan dehqonlar shu ochliq bilan bersam deb qolsa shu qulay bo'lganligi ma'qul deymiz. Va aysaru min g'ayriha min al-ajnas. Uni setib pul qilib bergandan shu o'ziga qulay bo'lganligi mayli deymiz. Agar setib pul bersa, uni ma'qul deyish lozim demakchi. Ajnasga misal to'ga yo'q kaza turlandirmoqchi. Wal fiqhu fi, yani fiqhu fi degan misada shariatning ruhiga, hada hozir maqasid shariat degan gap bor. Şeriat nimani ko'zlagan shundan shuni obdan qaraydigan bo'lsak, bu yerda zakatdan ko'zlangan nishon nima? Isol rizqil mav'udi ila al-faqir. Ash kambag'allarga manchakdan nima pul berish lozim degan shu pulni yoki shu iqtisodni kambag'allarga yetkazib berish iborat. Yani shuning ehtiyojini qamdashdan iborat. Vaqad hasal. Endi pul yoki qo'lingda borning boshqacha qimmatli bir narsa berib qolsang, ash ehtiyoj qamdaldimi, qamdalmadimi? Qamdaldi. Ya'ni qimmati bilan qamdaldi. Balki ta qimmati bilan bakra qamdilishi mumkin. Ayni bergandan bakra qamdilishi mumkin. Ba'zi bir tovarlardan kambag'allar joyida foydalanmasligi mumkin. Na qimmat bir narsalar emas. Bu tovarni bersa kambag'al Sırmasın 10 ko'yluk to'nlak, 10 ko'yluk oyoq ilib, bolalarga tamoq qilib qilishga ehtiyoj bo'lishi mumkin. Ya xotini yo'q, ya pishirib yemaydigan, unda bo'lishi mumkin. Qala sallallohu alayhi vasallam, yani bu bir dalil yana. Yani bir mazmun dalili, innallohu taala farada alal aghniyai qutal fuqara.
Bu hadis müşlabizde olmasın bu hadisin hadisini rivayet bil ma'na qilyapti. Ma'nasini rivayet qildi. Hadisda Ibn Abbas radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala li Muad ibn Jabal radhiyallohu anhu hina ba'athahu ila al-Yaman akhbirhum anna Allah qad farada alayhim sadaqatan, yani bir rivayatda zakatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim degan. Nima o'sha zakat deb atadimi, atmadimi? Sadaqa desin, zakat desin, shu zakatim. Zakat deb atadimi, atada. Yani qimmatini zakat deb atadi demak, ya. Vasara kal jizya. Undan keyin bu jizyaga o'xshash bo'ldi deydi. Nimadan iboratmi shu? Qiyos. Yani hozir qiyos dalilini yondashtirib keldi. Qiyosda qimmatini bas bo'ldi. Buni qarish tarafmi ma'qul keldi. Mesela jizya 1 yil emasdan 1000 koy, 2000 koy masalan 1 yilda jizya to'laydigan bo'lsa, uni o'rniga masalan ochlik ko'ramdi, kiyim-kechak ko'ramdi. Nima akasi shuni pulni hisoblab elishbatdi deydi. Bixilafil hadaya va dahaya. Lekin Mina Arfatda biz elib mangan hadiya atgan qurbonlar yoki qurbon aytda biz so'ydigan mal masalan, ya aqiqa qo'ya masalan. Buningda puli basiq bo'lamdi, bo'lmaydi. Cho'qim shu malni kesish lozim, qon qilish lozim. Bunda qimmatli basiq bo'lmaydi. Lianna iraqatat dima'i g'ayru ma'qulatil ma'na. Chunki bu yerda qon aqtirish biz ma'nosini tushunmaymiz. Bu ta'abbudi masala. Allah Taala qon aqtirsan dedi, qon aqtirmas. Yo'q, buni qon aqtirganning pul basiqdan bo'lmaydi demaymiz. Bosh ustiga saman va ta'atun bilan ijro qilgan. Lekin zakat masalalarida kambag'allik baylar, ag'nuhum anis sual degandek bunda nusus kelgan bo'lganki, bu yerda kambag'alning ehtiyojini qamdash degan mazmun bor ekan deb tushuntir. Ya'ni buni ma'nosi ma'qul biz tushunalik. Lekin qurbonlikda unda tushunilmaydi. Qala va ya'khudul musaddiqu wasatal mal. Zakat to'plagan kadir zakatga tovar yoki shu charmallarning o'ttir hollaridan oldi. Liqoli sallallohu alayhi vasallam xud min hawashi amwalihim. Mal-mulklarning o'ttir hollaridan ay al-wasat. Misal o'ttir hollaridan va li anna akhdal jayyidi idrarun bi rabbil mal. Bak yaxshisini eslini ilvasan mal egizga ziyon bo'lgan bo'lsa, va akhdir radi idrarun bil faqir. Bak nachanni asan bu oxir berib namratning qo'liga tegadigan bo'lg'achqa namrat kishiga ziyon bo'lgan bo'lsa, faqulna bil wasati ta'dilan baynahuma. Biz shariat deylik, shariat shu o'ttirahil deb belgiladi. Wala ya'khudhu rubba. Rubba degan yengidan qo'zilgan, butulaqlagan, muzaylagan sog'liq. Buni ilolsa, qo'zisi, butiliqi tut emanmay o'lib qolishimki yoki unda yetilanmay qoldi. Shunami? Ya anisi. Sog'liq degan shu anisi bo'ldi. Bolasida sut berayotgan sog'liq deydi. Walal mahida. Mahid degan shu bo'g'ozida. Qo'shiqda qo'zisi bor. Chunki bo'g'ozlar sal qimmatlishi mumkin. Çünkü bu bir ay 2 aydan keyin birisi 2 oldu. Wala fahlal ghanam, ana isil qo'shqalar, ada chaqtirgan qo'shqalarni ilvasan bo'lmaydi. Endi makt qo'shqalardan misol qilsa, shundan qo'shib ilvasa. Necha millionlar oldidan bu. O tovar hisobida qimmat hisob. Walal akulata, akula degan biz bo'dab so'yib yeydi deb alayda qunaqalan biqotgan qurbonlikqa atab qo'ygan mal. Lima zakarna, ya'ni mal egisiga ziyon olmas uchun lima zakarna. Liqoli sallallohu alayhi vasallam iyyakum wa kara'im amwalin nas. Mushadisga asosan shunday qildi. Kara'im degan ismlari, xillari. Wa qala Umar radhiyallohu anhu li sa'ihi udda alayhim as-sakhlata. Hazrat Umar zakatchi kadirga, o'zing qo'laslik kadirga shunda buyurgan. Sen zakat olgan vaqtingda sanni bekitishda bir qo'zi bo'lsa-mu, ashuni sanni kirgizsa, sanaysa. Walau jaa biha ar-ra'i ala yaday. Yani tunigan tug'ilgan bir qo'zini qo'lda ko'tarib bunda akasimi ashuni
39 mana ulan 40 deb şundan bir qo'y keldi deb sanni kirgizsa deydi, hisoblaysan deydi. Alasna tarakna lakum ar-rubba wal akulata wal maqida wa fahl al-ghanam. Bunda isimlarni sizga ammay qo'yib qo'ygan ekan, mana san bo'yicha hisoblaymiz demoqchi. Yani sandan chiqarmaymiz demoqchi, ha? Alasna tarakna lakum degani mal egilar qarta xitob. Bu ham hadisda qisqartib olgan bo'lsa, başdagi jumla kadrga xitob, pag'ini mal egisiga xitob. قال ومن ملك نصابا فعجل الزكاة قبل الحول لسنة أو أكثر. أنا النصاب قلت با. أش النصاب نينك زكتنا 2 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık زكتنا bıraklan bir vesi bulam doğsa hani bir mezhep buldu. Mama hani bir mezhepten alaylığı. Bu kanda çağılda dese bazı ciddi bir pul lazımlık kıldığı buldu. Hani halklar ciddi pul lazımlık kalsın hayır esen kılıplan yardan da bir tıkaşlı yok. Ciddi doktorxonada operatsiya yoki birisi to'y qilmoqchi, pul lozim. Bunga yoki ya tavrida ciddi qutqizish lozim. Bunga xayr esan qilmasa, zakatdan lozim bo'lib qolsa, 2 yillik, 3 yillik zakat biroqlan bir o'tay deb qolsa bo'ladi deydi. Alsa algan bo'yicha hisoblaydi ekan. Lekin shu pul, masalan, 100 ming ko'y iqtisod deydi. 100 ming ko'y iqtisod tashында 5 yilgacha qo'lda tursa, bu 5 yıllık maaş 1. yıldan bir ötken bolsa çatak yok deydi. Ziyade olunda onu hisoblab ziyadasini to'liqlab birdi. Ziyade bulduğana kimin bizim bilmaydi da. Çünkü aldın hem de 100 ming ko'y iqtisodga shuni bilaman, bundan kim shu har yilda shunday 100 ming ko'ylar berib turama deb oldin bir mayli. Aw linusubin jaza. Linusubin degan bir nisob miqdorlar emas, necha nisob miqdori hisob bo'yicha bir rasm mayli deydi. Masalan, hozir qo'lda 25 ming ko'y pul bor ekan. Bir nisobdan do. Ana bu men 50 ming ko'yning zakatini bir o'taydi bir. Balki bu mujna 50 ming ko'yning oldin bir rasm Alloh taolo yana 25 ming ko'y berib qolar deb umid qilish mumkin. Yoki pul topqalama, tijorat foydalaman go degan bo'yicha 50 ming ko'yni bir o'tay debdi. Bunda ahvolda joiz. Bu hozir ikki ahvol. Bundan diqqat qilsanglar, malaka nisoban degani qo'lda 25 ming ko'y pul bor. Va ikkinchi aw linusubin degan bundan keyin men qulog'im kirib qoldi deb taraz qilib turib berishi. Lekin hozir qo'lda yo'q. Lima ruya annahu sallallohu alayhi vasallam istaslafa al-Abbasa zakata amayn. Hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tag'isi Abbasdan 2 yilning zakatini biroqlam olgan. Yani oldun ağam, müşahede değil. Zürü de ciddi iş bulup kılıp şuna ağam. Veli ennehu edda ba'da sebep. Çünkü bu nisabda iyi boğandan kim ba'da bilir? Nisabba. Sebep degenen içeride mülkün nisab. Mülkün nisabını kamilen temin demek için. Vel havlul evvel ve ma ba'dahu seva. Yani 1. yıldaki havludan kinkini nisab var mı yok mu da ba desek keyingi holni shuni yo'lab turib hisoblab mang'il bo'ldi deydi. Ya'ni shuni asos qilib turib keyingi yillarni zakat vojib bo'ldi degan tariqada tajovuzan deb ketgan bo'ldi. Bi xilaf ma qabla tamaman nisob. Lekin nisob qulu to'liq tushishdan ilgari undan emas. Le'annahu adda qabla sabab. Chunki bu nisob to'liq bo'lishdan ilgari berib o'tgandek bo'ldi deydi. Navoikan biz yuqorida birinchi ahvol nisob qo'lda bor. Ikkinchi ahvol nisob qo'lda bor, lekin yana boshqa necha nisobni hisoblab turib beryapti. Bir nisob bor, ikkala ahvolda bir nisob bor. Lekin bu yerda masalan bo'lmaydi degan nimadan iborat? Qo'lda bir nisob bo'lmaydi. Ondan yo'q nimaga hisob zakat berman desa bo'lmaydi deydi. Chunki bu yerda sabab vujub zakat, ya'ni mulkin nisob yo'q. Fala yajuzu ka ghayrihi min al-ibadat. Nolki boshqa ibodatlarmi sababul vujub bo'lmasa jaz bo'lmaydi. Masalan, aqimus salata liduluki shams. Kishning vaqt kelmasda namoz o'qisan bo'lmaydi. Va li anna an-nisab al-awwala sababun li wujub az-zakat fihi. Chunki dastlabda bir xiymat turish bor bizda. Bir nisob bor. Yani mujunda zakat vojib bo'ldimi, sababul vujub tepildi deydi. Biz ashunga esib turib, keyingi nisobni va yillarnikini bo'ludi deymiz.
وَلِأَنَّ النِّصَابَ الْأَوَّلَ سَبَبٌ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ مِنَ النُّسُبِ. Demek dastlabda tepilgan bir nisob boshqa nisobni berishga, boshqa yillarni berishga shu yetarlik. Ala tara annaha tudammu ilayhi wa kana taban lahu. Odatda biz shu nisobning o'ziga yilda ketilgan ba'zi bir foydani qo'shaqlan hisoblaymiz. Shunga tava bo'ldi dedik-ku. Charladimi masalan qo'zilar shu anistava bo'ldi. Shunga o'xshash dastlabda bir nisob shu asos. Boshqasini shunga chaplab turib muomala qilamiz. Va qala Zufar rahimahulloh إذا أدى عن نصب لا يجزئه إلا عن النصاب الذي في الملك. مثلا qo'lida 25 ming ko'y pul bor. Bu men 100 ming ko'ylik zakat berma, biroqman berayotma debdi. Desa, Hanifi mazhabning qarashida mayli-sa. Ki mazhab 100 ming ko'y hisobda erishib, nima qilsa shuni hisoblash bo'ldi deydi. Tamam? Oldin berasiz. Yani nisob bunda asli nisob bor, lekin 25 ming ko'ydan bor. Yo'q, bu yana 25 ming ko'ydan 3 ni hisoblab 25 ming ko'ydan 4 nisobga 100 ming ko'yga biroqlam zakat berayotman desa, mazhab ma'qul. 100 ming ko'y tepib, agar bir yil o'tib qolsa, shuni hisoblasa bo'ldi, gardini saq bo'ldi deydi. Zufar ya bu birinchi 25 ming ko'yga hisob bo'ldi, keyin undan aqaga 75 ming ko'yga u bir yil o'tgan bo'lsa, ayrim shu chaqda shu pul qo'lga kirib 75 ming ko'y. Uniki bir yil o'tgancha ondan berdi unga deb turadi. Farq shu anda. Li'annahu adda qabla as-sabab wa huwa al-mulk. Chunki bu taqa 75 ming ko'y qo'lga kirishdan ilgari zakat bergan bo'ldi. Va sababul mulk taqa vujud chiqmadi. Walana ma bayyana. Bizning yuqorida o'tganimiz asli bir ximiy turish bu yerda zakat vojib bo'lgan bir nisob bor. Zakat vojib bo'ldimi bu kishi vojib bo'ldi. Bir nisob bo'lsa 25 ming ko'y bo'lsa zakat vojib bo'ldi. Undan keyin qonunnikini oldin bersa shuni yo'lab turiblam joiz deymiz. Yana bu yerdan takrorlabdi, "Vali annal mustafada tab'ul asli fi haqqil wujub." Ya'ni qo'shimcha kirimlar asli nisobga qo'shilib bilan zakat beriladigan narsa. Sayakun taban fi hukmil hawl aydan. Undan keyin yilni hisoblashdimi, shu asli nisobga qetiblam hisoblaymiz. Ya'ni birinchi yilda zakat vojib bo'lgan bo'lsa, ikkinchi yil, uchinchi yildami oldin beribsam bo'ldi deymiz. Fakannal hawla hala alal jami'. Xuddi bu bir yildan hamma malga, ega bo'lmagan malg'imi bir yil o'tgandeklam bunday hisoblaymiz. Bu ham nimada iboratmi shu? Balki ham boshimda Zufardek zilab kelsak joiz emas, bosh qoidaga tushirsak. Sabab nimada Qur'on pul kelmasan qanday zakat bersa deganda nima bo'lishi mumkin. Lekin shu Hazrat Abbos radhiyallohu anhuninki vaqaga Rasululloh 2 yilligini oldi-ku. Bundan nusus bo'lgan ekan, ham bu nimada iborat? Xayr saxovat, yaxshilikdan iborat bo'lgan ekan, bu yaxshilikning darvozasi echitilgan. Oldin bir o'tansan, balki keyin bir manda pul topganda bermaydigan bo'lib ketishi mumkin. Lekin bu yaxshilik bo'lg'achqa Rasululloh undan shuni aytib o'tgan. Bu shu rojih qarash. Ya'ni shu oldin bervasi bo'lamdi, bo'lmamdi degan narsa aniqlanadi, bu qarashi rojih. Chunki sayyidis bor. Ya demak, qo'limizda 25 ming ko'y pul bor. Bizda 75 ming ko'yni qilib 100 ming ko'y qo'limizga kirmadi. Biz ham tijorat boshladik 25 ming ko'ydan bismillah deb boshlagan chog'da zo'r bir pul xajlaydigan joy chiqib qoldi. Bo'ldiman oldin 100 ming ko'yning zakatini berib o'tay. Alloh taolo berdi mana deb plan bersa, keyin bu odamga 75 ming ko'y berdi, 25 ming ko'y, 100 ming ko'y bo'ldimi? Shu 100 ming ko'y yil oxiri 100 ming ko'y bo'lgan bo'lsa, asli 25 ming ko'ydan foydasi 75 ming 100 ming ko'y bo'lgan bo'lsa, ash burun berib o'tgan shu 100 ming ko'yning zakati gadindan saqit bo'ldi dedi. Zufar ya 25 ming ko'yga nisbatan saqit bo'ldi. Chunki sen shunga kelgan, bu saqit bo'lmaydi deb turadi. Ya'ni bu hozir bir necha yilninkini manda hisoblashdimi, natija chiqib qoladi. Zufarning masalasida 200 dirham bo'lib qolsa, 1000 dirhamninkini berib o'tdi. Ya'ni 25 dirham keldimi 1000 dirhamga. Undan keyin pul topdi bu. 200 dirham bor. Pul topib, 1000 dirham bo'ldi bu pullar. Ondan 1 yil o'tdi.
1000 tenge baqulda. Undan ekan mush hozir biz bayat 100 ming ko'y misol qildik-ku. Mana 1000 tengeni misol qilib ba'zi kitoblarda 100 ming ko'y bulab 1 yil o'tgandan keyin 25 tenge yoki 2500 ko'ydan shu sen tapgan 100 ming ko'yning zakati hesap bo'ladi degan bor. Ya'ni mazhabning jumhur. Zufarcho ya 25 ming ko'yga nisbatan shunun zakatini berib qo'ygan bo'ldim. Qolganiga sen qaytadan bersa 75 ming ko'yga endi bersa. Undan keyin bu 25 ming ko'yga bir qatim berdi. Keyin 1 yil o'tib 100 ming ko'y bo'ldi qo'lda. 100 ming ko'yga 1 yil o'tdi, undan keyin 100 ming ko'yga hamda biroqlan bersa. Bir boğanda hesabımızdan karında hesabı. Burun berayotganni keyin topgan pulga hisoblamaymiz deydi. Undan keyin 100 ming ko'yga keyin biroqlan zakat bersa. Qo'lda 100 ming ko'y pullar sonra bundan o'tish zakat pulini beradi. Ya bo'ldi, ashgardan saqt bo'ldi. Ha, bu hamda 100 ming ko'yninkini bir qo'ygan ekan, ketilgan 100 ming ko'y bilan birdi. 300 ming ko'yga qaytib bermaydi dedi. Yo'q, 100 ming ko'yninkini burun hisoblab bir qo'ygan. Endi keyin bu 100 ming ko'y yana ketilib qoldi. Ketilib qolganka ketilganning zakatini qaytib berdi. Ammo ani pulga burun berib qo'ygan. Shu qatimqi hisoblashdan ortiqroq kelarga emas, ortiqroq iqtisod bo'lib qolsa, şu ortiqqa berishi mumkin. U bergan chog'da hisoblagan nisob yoki shu pulning iqtisod u ozdi. Keyin olib qoldi. Undan keyin shu hisoblagandan keyin berib qo'ygan, buniki qilib qolgandan keyin to'liqlab o'tadi. To'liqlab desak bu takım xotirjam bo'ldi. Chunki Hazrat Abbosniki ham bu to'g'riliq faqat to'xtalganim yo'q. Misaj bo'lsin. Subhanakallohumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.